Telefon qilib aloqasi. Qo'ldanchi? Bo'pti, mana 100 ming o'tdim. 2 million 700 ming. 2 million 700 ming so'mdan Telefon qilsa yana xayri bor. Hammasini bir shira qo'ygan deb o'ylashmasin-da, telefondan har xil ko'rinib. Obunachilar 70. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chorvoqda muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xudo xolasa akalar, bugunga Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani O'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishloq akalar, Sariq qishlog'ini Shovon mahallasidamiz. Akalar, videomizni oshga ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa sizlarga bugunga ma'noli, mazmunli video qilib beramiz, obunachilar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Xudo xolasa bugungi sanamiz 22. Bugungi sanamiz 23-aprel, 23-may hafta kuniga shanba 2026-yil akalar. Xudo xolasa bugunga ma'noli, mazmunli video bo'ladi, yaxshi bo'lsanglar aka. Qo'yladi, olib kelyapsiz aka. Qo'yladi, zo'rini olib keldi. Xudo xolasa bugungi oxirigacha ko'ra bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli fikr yozib turishsin, narxlarni 300 ming, 400 ming arzon qilib beraman. Bozordan 300 ming, 400 ming so'mdan arzon bo'ladi. Like bosib qo'yishadi. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab turishsa, narx-navlarni 500 ming, 500 ming arzon qilib beraman. Aka, bunga necha partiya qo'yib beramiz? Bir partiya ma'noli, mazmunli. Bir partiya? Bir raqamni yuraklarni olib kelganmiz. Bo'ldi aka, xudo xolasa narxlarni ham arzon qilib bersangiz aka, tez sotiladi. Bu sonlarni necha boshlaymiz aka? Son 32 bosh. Son akalar 32 bosh, xudo xolasa qo'shqor sog'liq aralash, ha? Aralash. Obunachilar qo'shqor sog'liq aralash. Ana 10 ta sog'lig'i bor, qolgani hammasi qo'chqor. 10 ta sog'lig'i bor, hammasi qo'shqor. Obunachilar bu yosh oylik necha oylik aka? 5 oylik atrofida. Yosh oyligan akalar 5 oylikka olarasizlar, xudo xolasa badallarni qarang obunachilar zo'ridan. Xolasa akalar narxlar ham bugunga o'ta arzon bo'ladi. Aka, bitta olasizmi, 5 ta olasizmi, pastga qo'yib qo'yamiz aka. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar shu akamiz. Sizga kelishtirib beradilar. Bu dastlabkilar aka qayergacha yetkazib beramiz? Dastlabki O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastlabkilar akalar O'zbekiston bo'yicha besplatno ketaveradi. Bitta olaman degan obunachilarimizga qanaqa? Bo'lib olsa ham keta, bo'lib olishmasa bo'ldi, ikki o'rtada yasa ham ketaveradi. Bo'ldi, bo'lib olsa ham aka o'sha narxda ketaveradi. Bu narx qancha deymiz? Bor gap narxda aka. Hammaga buni narxi Qo'ydi, 1000 marta maqtasa ham tushunadigan odamimiz tushunadi. Bo'ylari, xudo xolasa, o'zi ancha yirik holatga kelib qolganda ular. Mayda juda qo'ymas. 70 santimetr. 70 santiga plus minusga olarasizlar bu aka. Narxlari qancha deymiz ularni? Narximi o'ta arzon bo'ladi. Arzon qilib bering bitta. 300 ming arzon dedimmi? Ha. 3,5 dan 36 dan chiqarishyapti-da. 300 mingdan kam berishaveradi 3,5 ming. 3 million 200 mingdan. 3 million 200 ming so'mdan yana kam bor a? 200 mingdan yana kam. Bo'ldi akalar, xudo xolasa kimga yoqqan bo'lsa akalar bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bu yebishlarga nechunga natasini beramiz aka? Yebishlar Yebishni akalar bir hafta uyga borgandan keyin bemalol sinab olaverasizlar. Xolasa mana yebish sinovdan o'tgan. yebish akalar sinovdan o'tgan. Qorin tashlamaydi. Mana obunachilar. Xolasa aka, bu yerda qo'ylar ham ko'p ekan. Kelib ko'raman degan obunachilarimizga xudo xolasa akamiz lakastalarni tashlab beradilar. Musofirda ukallarimizga, hojatalarimizga xudo xolasa musofirda turibsizmi aka, pastga nomer qo'yib qo'yamiz. WhatsAppdanmi yo Telegramdanmi yozsangiz aka, alohida bittami, ikkitami, beshtami aka videosini alohida tashlab beradilar. Nevarangga arzonida beraman degan obunachilarimizga mana hojatalarimizga xudo xolasa ariqni bo'yiga qo'yib bersa ham o'zini katta qilib boqaveradi obunachilar. Bu yosh oyligini 5 oylik. Yosh oyligini akalar 5 oylik mana shu. O'z akalar ta'til ham boshlandi 3 oy. 3 oy boqsa bunachilar 8 oy bo'ladi. 5 oylik bo'lsa 8 oylik bo'ladi. Narxlar realniga ko'tarilyapti obunachilar. 4 ta tuyoq bo'lsa o'z ko'ryapsizlar obunachilar. Bu qurollikdan keyin zakonni qimmatladi. Hozir vaqti o'pdi narxda obunachilar. Hozir tavsiya qilaman. Arzon. Qurollikdan keyin kamida 3,5 ming tushib olishadi-da. Ha. 3,5 ming ham to'g'ri bo'lmay qoladi. Bu hozir qurollikdan kelgan obunachilar
realni gap har yil bo'lib kelayotgan narsa 3-400 ming so'mdan qimmatlaydi obunachilar. Oling maza qilib boqing obunachilar. Navbatimizda keyingi partiyamizga beramiz. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysiz. Hurmatli obunachilarimiz, ikkinchi partiyamizga undan ham narxi arzonlardan emas, sifatlilardan. Xo'sa oyoq qo'l uzun baqvatidan. Bu sonlari necha bosh elar aka? Soni 40 ta. Son akalar 40 bosh mana. Bitta obunachimizga ham ketaveradi 40 tasi. Bu yosh oyligi necha oylik? Yosh oyligini akalar 4 oylikka olaverasizlar, xolos mana badanlarni qarang. Kashshan svetlardan. Bu yerda ham qo'chqor so'liq aralash ha. 70% qo'chqor. 70% qo'chqor. Qo'chqor kerakmi aka, so'liq kerakmi, hammasidan bor aka. Pastga nomer qo'yib beramiz, telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Bu aka narxlari qancha deymiz? Buni ham bitta bomba qancha? 3 million ta'sida buni narxlari. Buni nevaramga berib boqaman degan obunachilarimizga mana hojini hojatlarimizga. 7 dona yirigi bor. Ha. U boshqa narx. U boshqa narx. Az aralashib ketdi. Qolganini 2 million 800 mingdan bergan. 2 million 800 ming so'mdan. O'tib bering aka. Barakasini bersin akalar. Narxlar realni gap arzon bo'ldi obunachilar. Kimga yoqqan bo'lsa, Ilyar akamizga telefon qilib aloqa chiqaverasizlar aka. Bitta olasizmi aka, 5 ta olasizmi telefon qilaverasizlar. Xo'sa mana ular, qarang. Olsa ham telefon qilishaversa ish bitadi. Tashlancha aka. Tashlancha aka sizdan. Mana o'z ko'rishaversin qo'ydi. O'sha shartmas hammasi. Xo'lasa telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Narxlar realni gap akalar arzon bo'ldi. Bunaqasi ham obunachilar kamdan kam keladi. Realni gap mana obunachilar. Qarang, ko'ring obuna. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana Alloh taolo chorasiga barakasini bersin. Like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar.